Siz uy qurmoqchisiz, lekin loyihangiz yo'q. Keling, men sizga loyihani va udarini ko'rsataman. Loyihamiz 28 ga 41 metr joyga joylashgan bo'lib, kiraverish darvozaxonamiz 25 metrga 5 yuqoridan tashkil etadi. Va birinchi darvozaxonamiz to'g'ri kirganimizda bizning mehmonxonamiz orqasida yana umumiy xonamiz bor, shu kutib oladi. Xo'p, asosiy kirganimizda asosiy joyimiz bizniki. Mana bu joyga ko'zimiz tushadi. Lekin aylanali zina qilib berganmiz. Xo'p, bu yerda ikkita xo'l tashkil etadi bizni. Birinchi xo'ldan kirganimizda o'ng qo'limizda katta mehmonxona, qo'ldan to'g'riga orqaga o'tib ketish xo'timiz bor, to'g'rida umumiy sanuzelimiz bor va chap qo'limizda bitta bolalar xonasi bor. Va bu yerda koridor tashkil qilib berganmiz. Koridordan bu yoqdagi yotoqxonaga borsa ham bo'ladi. Va ikkinchi xo'tdan kirishimizda kattagina xo'l, bu yerda dam oladigan zonamiz bor va chap qo'limizda oshxona va oshxonadan o'tganimizda o'ng qo'lda ovqatlanadigan xonamiz joylashgan. Undan keyin bitta yotoqxonamiz, ichida garderobi va hojatxonamiz joylashgan. Bu yerdagi binoyimiz 25 metrga 11.80 joyga joylashgan bo'lib, hop buni sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz, zinadan chiqqanimizda xo'lga chiqamiz. Xo'lda dam olish zonamiz bor, ya'ni TV zona qilib berganmiz. Bu yerda bitta balkonimiz bor va bu yerda ko'chaga qaragan yotoqxonamiz va yotoqxonamiz yonida bitta umumiy dam olish xonamiz bor. Va bu yerda yana bitta yotoqxonamiz bor, ichida garderob va hojatxonasi bilan birgalikda. Bu yerda bolalar xonasining tepasiga yana bitta bolalar xonasini qilib berganmiz va asosiy yana bitta xo'limiz bor. Bu yerda namozxona va yonida yotoqxonasini qilib berganmiz. Bu yerda bitta dush, hojatxonasi alohida. Agar sizlarga loyihamiz yoqqan bo'lsa, like-ni tas qilib bosib ketasizlar va keyingi loyihamiz qanaqa razmerda bo'lishini kommentariyaga yozib ketinglar.